Assalomu alaykum akalar. Bizni kuzatib borayotganlar. Yevropaga kelgandan keyin mashinani qanday qilib qabul qilish kerak? Shu haqida bo'ladi bugungi videomiz. Xudo xolasa, Actors Euro 6 qabul qilganmiz. Shu jarayoni qanday bo'lgan? Bu qanday qabul qilish kerak, qanday topshirish kerak? Qisqagina ma'lumot berib ketaman. Hozir mashinaning ichiga chiqib, unda kitoblarini ko'rsatib, qayerlarga qo'l qo'yish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, qanday holatda bo'lish kerak va qanday holatda topshirasiz. Shular haqida ma'lumot bo'ladi. Kanalga obuna bo'linglar. Instagram kanaliga ham obuna bo'linglar. Instagram kanaliga ham qo'yiladi, xudo xolasa bu video. Xo'p, akalar, kulishni olgandan keyin shu o'zimizga biriktirilgan mashinani ba'zi firmalar bazadan olib bazaga topshiradi. Ba'zi firmalar buskga o'tkazib, buskda Germaniya, Fransiya, Italiyaga olib borib, o'sha mashina qayerda to'xtagan bo'lsa, mashinani o'sha yerda qabul qiladi. Ikkovi ham farq etmas. Sababi u yoqda ham mashinani ko'rib olasiz va o'sha kitobi bo'yicha plus minusga qo'llar qo'yish kerak, kuzatish kerak, nimalar bor, nimalar yo'q. O'shalar haqida bo'ladi. O'shaning uchun bu ma'lumot hamma uchun. Buni ko'rasizlar, o'sha nomerdagi mashina va uning ichida o'zining papkasi bo'ladi. Hozir papkasini ham ko'rsataman. Undan oldin mashinani bir aylanib, qabul qilishdan oldin qayerlar urilgan, surilgan, chizilgan joylar bo'lsa, обязательно рабочий telefonga rasmga olib qo'yinglar. Bu o'zlarining straxovkalar. Va PSPni ham hamma joylarini iloji boricha proverka qilib, rasmga olib, faralari butunmi, hammasi yonyaptimi, o'chyaptimi, hammasini ko'rib olinglar. Xo'p, akalar, mashinaning ichida qorong'u bo'lganligi uchun tashqarida olishga harakat qilamiz. Xo'p, mashinani papkasi, dokumentlari. Shu mashinamizda hamma mashinaning o'zining papkasi bo'ladi. Uning ichida nimalar bor? Mana texnik ko'riklari bor. Mashinaga oid hamma ma'lumotlari, texnik pasportlari, buni siz o'zi olayotganingizda o'zi mexaniklar sizga ko'rib, hammasini nomor qilib beradi. Bu kim qayerda qaysi firmada ishlasa o'sha tilda yozilgan bo'ladi. O'shaning uchun siz bilan men tushunmayman. Buni o'zi dokumentlarni 100% o'zlari ko'rib, texnik ko'riklarigacha hammasini nomor qilib 1 yilga sroklarni cho'zib beradi. Sim kartalari bor. Rабочий telefonda mabodo sim kartasi ishlamay qolsa, buni solib ishlatasiz. Texnik pasportini обязательно mashinani nomeriga solishtirib olinglar, akalar. Almashib qolish ehtimoli ham bor. Ba'zi joylarga borganingizda mashinaning texnik pasporti bilan prezident texnik pasportini so'raydi. Shunda ko'pchilik almashtirib qo'yadi. Mana 687. Xo'p, akalar, keyin yana eng zarur ma'lumotlardan biri sizlarga kartochka beradi. Mana IS24 kartasini beradi. Bu 3 ta bo'ladi. Siz Yevropaga chiqishingizdan oldin buni sizga o'qitadi ham. Mana birinchi kartani solasiz, qaytarib chiqaradi zapravkada, ikkinchi kartani solasiz, parol so'raydi, parolni terasiz va siz zapravka qilasiz, shotingizdan pul yechiladi, akalar. Uchinchi kartasi yo'l to'lovlari. Mana ko'pchilik mashina bilmaydi ekan ham. O'zim ham yaqinda bildim. Uchinchi karta nimaga? Mana bayroq rasmi bor, boshqa ularda yo'q. Desam, bu yo'l to'lov tunnellarga, platniy dorogalarga yo'l to'lovlari va undan tashqari yana kartalar bor, hozir bu yerda ko'rsataman. Hammasini o'ziga yarasha. Bu karta hozir ishlamaydi. Bu karta bu platniy parkinglarga. Xo'p, bu kartalar ham o'sha platniy parking, bu anolardiki. Tunnellarga to'lanadigan kartalar. Bu ham zapravka qilinadigan, mana Q8 zapravkasiga ishlanadi. Hali zapravka, qanday zapravka qilish haqida ham videomiz chiqadi. Xudo xolasa, buni ham o'rgataman inshaalloh. Shu kartalarni ko'rib olasizlar. Parollarni ehtiyot qilasizlar, telefonlarda bo'ladi yoki mana shu kitobida bo'ladi va yana eng zarur ma'lumotlardan birini berib o'taman. Bu mashinani qabul qilganingizda videoni YouTube'ga qo'yamiz, sababi video cho'ziladi. Mana mashinangizni ikkinchi kitobchasi. Sizdan oldingi olgan odamlar olib belgilagan. Agar mana qayerlardadir defekt bo'lsa, mashinani belgilab qo'yasiz. Mashinalarda defekt bor. Sizdan keyin olgan odam ham ko'rib oladi uni. Mana endi hozir men o'zimni olib qabul qilganimni ko'rsataman. Bu video yangi kelib, mashinani qanday qilib qabul qilib, qanday qilib topshirish kerakligini bilmayotgan menga o'xshagan yangi kelganlar uchun. Buni biladiganlar ko'rib, kommentga har xil gap so'zlar yozish shart emas. Mana sizdan oldingi olgan odam topshiryapti, nimalar bor, nimalar yo'q. Bu hozir o'zi litovskiy tilda, buni ruscha tarjima qilasiz, telefoningizga olib, mashinangizda kaska, ochki, misol uchun, remen, nechta zanjir bor, shunga o'xshagan mashinangizda nimalar bor, nimalar yo'q, o'shalarni plus minus chiqqan mana. Yes net. Sizdan xuddi shundan bu tomoniga mashinada ko'rasiz, bitta zanjir bor, 5 ta zanjir bor, bitta ochki bor, bitta kaska bor. Hammasini plus minusini qilib va bu yerga probegi, salalkasi, adblusi va olgan chislo sanangiz, kim qabul qilgan, ism familiyangizni yozib qo'yasizlar. Topshirayotgan odam ham xuddi shu mana probegini yozadi, salalkasi, adblusi va topshiryapti kim, qaysi sanada. O'shalarni yozib mashinani qabul qilib olasiz. Topshirayotganda ham xuddi mashinada topshirasiz. Mashinani kalkulyatni, salalkalarini o'lchab, probeglarni yozib, mashinani yana topshirasiz. Shu dokumentlarni yana joy-joyiga solasiz va mexanika topshirasiz yo sizdan keyingi qabul qiladigan odamga topshirasiz. Men qirg'izistonlik akadan qabul qilganman. Alloh rozi bo'lsin. Mashina juda porядкий, chiroyli holatda tutilgan. Sizlar ham mashinani xudo xolasa chiroyli holatda saqlab, xuddi shunday akkuratni qilib topshirish kerak bo'ldi. Akalar, jonlaringiz sog' bo'lsin. Qanaqadir ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsalaring, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Akalar, mashina qabul qilish haqidagi videomiz to'liqroq ma'lumotga ega bo'linglar deb sizlarga hozir yana ma'lumot o'rnida
Mashinani qabul qilgandan keyin ko'p insonlar meni o'zim ham O'zbekistonda man haydaganman. Men ham haydaganman, bunaqa oxiriga chiqqan pozitsiyalarni haydamaganmiz. O'shaning uchun xo'p Euro 6, Euro 6 Mercedes Actros kelib qabul qiladigan akalarimizga ozgina mashinaning ichidan obzorlarni qilib o'tib ketaman. Xo'p, Mercedes Actros Euro 6 mashinasi shu holatda bo'ladi akalar. Bakovoylari elektronik bo'ladi. Mashinaning ozgina aynaklari tiliga e'tibor bermaysizlar. Mashinani qabul qilganmiz akalar. Xudo xolasa, bu yerda planshetim bor. Bu mashinani zavod qildiramiz. Akalar stop. Birinchi kelganda qiynalgan joyim shu. Tormozda yozib mashinani to'ldiramiz. Xo'p, mashina yuradi. Hamma joyi bo'ladi elektronik. Ko'pchilik qiziqadigan va qiynaladigan joyi mana yo'lda tushirib chiqarishga oyoq. Oldingi merzimda boshqacha, manlarda boshqacha bo'ladi. Dvigatellarda bu yerda bo'ladi. Manlarda bu yerda bo'ladi. Yo'lda tushirib chiqarish oyoqdan akalar. Oyoq. Xo'p, tushirib chiqargandan keyin ekranda ashkalarimizni ona bakov ketamiz. Ekran tablosini aytiraman, bu yerdan boshqaramiz. Desam to'g'ri bo'ladi mana. Havo, gradus, moya, hammasini ko'rsataman. Akkumulyator zaryadchika bu yerdan o'zgaradi. Bilmaydiganlar uchun bu ma'lumot akalar, haligi biladiganlarga anaqa emas. Mana bu tomonga sensorni tursak, bu yoqqa o'tadi. Ko'rdingizmi akalar? Keyingi bu tomonga o'tkazasizlar. Bu yerda ham sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar mana chiqadi. Eng keraklisi mana shunga qo'yib olasizlar. Mana 2 soat yurib kelganmiz, to'xtaganmiz. Bir haftada qancha soat beradi, qancha pauza qildingiz, hammasini ko'rsatib turadi. 10 qo'ldan qadar. Murodjon yoqib turibdi, Murodjon. Taqo girdik. Bu ekranni boshqarasiz. Ko'ryapsizlarmi? Muzikalarga o'tkazish, radioga o'tkazish, ozgina syomka qilishga udobni bo'lyapti. Nazarni bosib, mana bu yoqqa. Yo'lda ketayotganda Germaniyalarda mana qilib boshqarsangiz, agar kameraga tushsangiz shtraf katta. Shu yerda o'zidan boshqarasiz. Keyin mana mashinaga o'tirib, yuk yuklaganingizdan keyin buni bosasiz. Ya'ni ko'pchilikka zo'r ma'lumot bilmaydi mana. Mostiga kirib tigachga mana har bitta o'ziga qanchadan yuk tushyapti mana 21 tonna 600 kilogramm anozimiz bor va bunisini bosasiz tigachda. Mana tigachga 9 tonna, shu 11,5 tonnada o'tmaslik kerak shtraf. Shuni rasmga olib, обязательно menejerga tashlab borasiz. Mana bu ham zo'r ma'lumot. Men kelganda shuni topa olmasdan rosa qiynalganman akalar. Ma'lumot qanaqadir ma'lumot olyapsizmi? Обязательно komment yozib, kanalga obuna bo'lib qo'ying akalar. Bu birinchi nastroykamiz mana gradus. Avtonomkani o'chirib ko'ramiz. Konditsioner avtonomkalar shu yerdan iloga nazar akalar. Keyingisi mashinaning o'zining nastroykalari. Ular mana buni bosib qo'ysangiz mashina orqaga ketmaydi. Xo'p, buni aytib o'tdim. Mana o'zini aytadigan kilometr anaqa buni mashina banolarini necha narxda ko'rsatib turadi. Ulardan qolganlarni sekin-sekin tushunib olasizlar. Sizga eng muhimi mana shu. Mana. Necha tonna nimalar borligi. Dalshi, eng zo'r mana. Autga qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Mashinani barcha svetini o'zi o'chirib o'zi yoqaveradi. Siz hech qanaqa boshqa harakat qilmaysiz. Hozirgi mashinalar juda aqlli. Navigatorni pashta ishlatmayman, telefonniki, qolgan radiolarni ishlatmayman, muzikani ishlataman. Bluetooth yo'lini yoqib o'chirasizlar akalar mana. Qatib turasizlar Redmi 10. Bo'ldi, sizlarga eng kerakli ma'lumot shu. Bu yerda akkumulyator qanchaligi, salal gazi qanchaligi ko'rinadi, havo vozdug'lari necha tezlikda ketadigan. Xo'p, endi nima qilamiz? Akalar, yana navigator haqida ham bitta отдельный video chiqaraman, xudo xolasa. Biz shu programmadan foydalanamiz mana. Navigatorga bir отдельный video qilaman. Gollandiya, Lyuksemburg, Shvetsiyadan tashqari boshqa hamma joyga shu apparat pulini to'laydi. Platniy darogalarga shu apparat to'laydi akalar. Xo'p, ruchnoy elektronniy. Buni ham tormozda yozib bosasiz, tormozda yozib tushirasiz. Shu narsalarga ham e'tiborli bo'linglar. Mas avtomat korobka. O'rtada hozir xalastoy turibdi. Bosasiz, oldiga xalastoy, orqaga. Mashinani ko'p qiynamaymiz. Xo'p, bu yerda knopkalar akalar, o'ynaydi, sozlaydigan knopkalar. Buni hali hech ishlatmaganman, chunki o'zini o'zi sozlaydi bu. Agar sozlangan, mana shu yerdan boshqarib buni qilsang bo'ladi. Bu yomg'ir qorlarda isitib qo'yadiganlar. Knopkalar sozlaysizlar. Bu yomg'ir qorda yoqib qo'ysangiz spirali buni tozalab yetib turadi. Eshik ochib yopish, ko'taramiz. Mashina o'tishligida buni bossangiz, buni kamera yonadi. Buni bossangiz hech qilib Xo'p, bu kurs kontrol. Buni bosasiz, qo'shib ketaverasiz. Buni bossangiz, oldingi safar qaysi tezlikda bosib to'xtagan bo'lsa, o'sha tezlikka olib chiqadi. Bu kurs kontrolda o'chiradi. Bu nazar. Yana bitta ma'lumotlarga, mana nastroykani bossalaring, bu nastroyka. Shu nastroykani mana o'rtani bossalaring ko'tariladi mana. Sensorda turasizlar, 4 meni nastroykam. 3 5. Spust podiyog o'zini yo'lga qilib olib tushib, chiqib ketaveradi akalar. Yana nazar bitta bosib chiqib ketasizlar, bo'ldi. Endi men yangi kelganman, shuning uchun yozib olganman mana Gollandiya, Lyuksemburg, Shvetsiya. Turklar yo'l to'lovlarini sotib olish kerak-da. Euro unitda deydi. Bu haqida ham xudo xolasa ma'lumotlar chiqadi.